Yaxshimisilar do'stlar, bizning hozir turgan yerimiz bo'lsa, Qashqar shahrining shu Zaga bozori deymiz. Bu yerda nurg'unlagan shu hozirgacha oltin, qizil oltin, kumush degandek zib-ziynatlarni qo'lda hisob qilayotgan ustamlar ekan. Shunga biz birlikda berib shu ustamlar bilan ko'rishib keldik. Yaxshi do'stlar daga. Ha, yaxshi. Bizning yaxshi do'lma. Sizlarga Sabirjon. hozir yasamayotganlari Halqa. buning materialimi? Material qizil oltin. Altında halka yasamayotganlar. Sapsariq oltin bilan misning birikmasi. Unda siz bizga shu qizil oltinning kerakli tarkibi, sopqi degan qatta bir astar tunishtirish qilibsizmi? Bo'ldi. Shu qizil oltin deganimiz sop oltinnikka teng'i misqitib biriktirimiz endi zimzinat qilish uchun. Buning talablar o'lchamligi 58% bo'ladi. Hozir biz bozor ishlab chiqayotgan mahsulotimiz 58% qilib qo'ysak qimmat chiqib qoldi tanlarga. 50% bilan 45% oraliqda tanishamiz. Şu vaqtda iste'mol qabul qilaligida daraja chiqadi. Bu odatda siz tanishgan vaqtda o'zingizlarni shu ishxonada turib oltin bilan misli aralashtirib tanishamiz. Jingda o'lchamlab tartib. Masalan, men boshqa deb qo'ydik 14 ki oltin deb. 14 ki oltin deganimiz hozir shu sizda aytamiz. Yo'q, bizning OSHKga, mana OSHKga to'g'ri keldi. 14 ki deganimiz shu zavod ishlab chiqargan mahsulotlar 14 ga keladi. 58%. Mana bizning qo'limizda qilgan yo'nalishga OSHKga to'g'ri keldi. Xalqaro o'lcham ki deganimiz 4%ga vakillik qildi. Sizni so'rab baqsam, qizil oltinni yasab chiqqan shu zib-ziynatlanmish buyumlarniki masalan qaysi ortiqchiliklari bor? Buniki biri shu ko'rkamlik nisbati, kichkinadan chidamchan ma'lum. Foydalanish qimmati uzun. Siz so'rab baqsam shu yo'nalish qilayotgan necha yil oldu? Ben qilayotgan 45 yil oldu. Izchil shu narsa. Shu narsa. Hozir biz sizdan o'rganayotgan shogirdlar bormi, yo'qmi? Yutib qo'ygan shogirdlarimiz bor. Izbasanlarimiz, ular o'rganib bo'lib, qimmati asosi. Lekin hozir o'rganayotganim yo'q. 5-6 yil oldu, bolalar shogirdlarni oldim. Seriq oltinni zagalchilik qilamiz, qizil oltinniki qanday farq? Ikki ustam ayrim. Qizil oltinni qiladigan ustam seriq oltinnikini qilolmaydi. Seriq oltinni qilgan ustam qizil oltinnikini qilolmaydi. Men odat seriq oltinnikini qilolmayman. Buni so'rab baqsam, masalan, shu qizil oltinga saqlash qimmati yaxshimi? Yaxshi. Seriq oltindan O'xshash. Iqtisodiy qimmatni yo'qotmaydi. 10 yil oldin sotgan zib-ziynatni hozir ekib qolsa 2 barobar pul olamiz. Shu 300 ga sotgan zib-ziynatni hozir 600 ga olamiz. Aşağıda azırıq ve minik silip çoğan 600 koyuluk materyal çıkıdı. Sizlarga izchil shu nereden deyim şu aldığımızdan burmanchilik zib-ziynatni ko'rsatib sanab qo'ygan. Mana ishidagi qizil oltindan tutgan zib-ziynatlar emas o'zlari. Qo'limizdan qilgan o'yinlar. Japaga tushib turish bilan. Bo'ldi. Biz kasbga bo'lgan bizning bir xil mehrimiz bor. Biz oltinning nisbati 12, 14, 18 ga degandek işte o'xshamaydigan chiqadi ekan. Bu odatda jiqroq bo'lsa, bekrak ko'rgan chiqqan bu. Agar resmiymiş qizil oltinning eng layoqatlik o'lchamlik bo'lishi 14 ga bo'lsa, resmiy sifat chiqadi. Hamma zaman 14 ga qilindi desak, ma bizning diyorimizga nisbatan iste'molchi qabul qilishga hammayoqqa yuqori chiqib qoldi. Şu OSHKga qilamiz ayirliqda. Unda siz buni qaytirib olish, setilish asosan oltinniki bilan. O'xshash. Bozor ishib qolsa oshgan tanarqida olamiz, tushsa tushgan tanarqida olamiz. Olamiz lekin oltin komissiyon bir ortiqchilikqa uzilib ketgan uyquni ekansin pul olamiz. Masalan, hozir mayat tutdi, shu o'q ekan shuna. Unda sakasida misolsiga yesh aniqon asosasi. Mushu. Necha yil oldu? 40 yil oldu. Bizniki mahsulot ishlab chiqarguncha shu butun altimizni so'zadigan, kengaytiradigan, uzartiradigan holat, nepizlatadigan ishlar. Unda aka, so'hbatimizning oxirida sizlar bizga shu qo'lda yasab chiqqan, o'zlarining qo'ldan chiqqan shu zib-ziynatni bir ko'rib qo'ying. Bo'ldi. Mush odatda qo'limizga qilgan hunarlarimiz mushu. Ular qasning nusxasi, posoni, cho'ng kichiklikka hajmi o'xshamaydi. Mush yasab bo'lib, buniki men ko'zini solgan. Ko'zgan holatdagi. Mushlar hammasi o'zlari qo'lda yasab chiqqan. Bo'ldi tag'a, unda biz bugun suhbatimiz mushayish